Misollarning yechimini o'rganishda davom etamiz. Bu darsimizda sonlarni taqqoslashga doir bo'lgan bir misol yechimini ko'rib chiqamiz. 3 darajasida 75, 2 darajasida 100. Demak, mana shu berilgan darajali sonlarimizni taqqoslashimiz kerak ekan. Darajali sonlarni taqqoslashimiz uchun darajali ifodalarning asosiy xossalarini bilishimiz kerak bo'ladi. Demak, e'tibor beramiz. Darajali ifodalarning asosiy xossalaridan biri. Darajali ifodani darajaga oshirganimizda daraja ko'rsatkichlari ko'paytiriladi. Asosiy esa o'zgarmasdan yoziladi. Demak, a darajasida x ning y-chi darajasi teng bo'ladi a darajasida x ko'paytirilgan y ga. Endi esa berilgan darajali sonlarimizni asoslarini o'zgartirmasdan daraja ko'rsatkichlarini ko'paytuvchilarga ajratib olamiz. 75 va 100 sonlari uchun, ya'ni daraja ko'rsatkichlari uchun eng katta umumiy bo'luvchi 25 ga teng. Shuning uchun birinchi sonimizni yozamiz. 3 darajasida 75 ni, ya'ni daraja ko'rsatkichini 25 ko'paytirilgan 3 ko'rinishda yozamiz. 2 darajasida 100, demak 100 ni esa 25 ko'paytirilgan 4 ko'rinishda yozib olamiz. Yuqorida berilgan xossadan foydalanadigan bo'lsak, daraja ko'rsatkichlari qachon ko'paytiriladi? Qachonki darajali ifoda darajaga oshirilganida. Demak, 3 darajasida 25 ko'paytirilgan 3 ni 3 ning 3-darajasi va uning darajasida 25 ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni darajali ifodani darajaga oshirganimizda asos 3 ni o'zi yoziladi va 3 ni 25 ga ko'paytirib qo'yamiz. Xuddi shunday 2 ni darajasida 4, darajali ifodani yana 25-darajaga oshiramiz. Darajali ifodani darajaga oshirganimizda daraja ko'rsatkichlari ko'paytiriladi. 4 kare 25. Endi esa qavsni ichini hisoblab olamiz. 3 ni 3-darajasi 27 ga teng bo'ladi. Darajasida 25. 2 ni 4-darajasi 16 ga teng bo'ladi. 16 darajasida 25. Demak, e'tibor beramiz. Berilgan sonlarimizni daraja ko'rsatkichlari bir xil bo'lib qoldi. Ya'ni ikkala sonimizni darajasida ham 25 turibdi. Demak, daraja ko'rsatkichlari teng bo'lgan holatda sonlarni taqqoslash uchun asoslardagi turgan sonlar taqqoslanadi. 27 soni 16 dan katta bo'lganligi uchun 27 darajasidagi 25, 16 darajasida 25 sonimizdan katta bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, 3 ni darajasida 75 sonimiz katta bo'lar ekan, 2 darajasida 100 dan